48 litrli balon uстановka qilganmiz. Mana holati 100% shumkalargacha qilib berilgan. Mana hattoki taylari yonlarigacha qilingan mana. Havo chiqarish uchun kranchalargacha qo'yilgan 48 litrli balon. Lekin asal bo'lib joylashgan. Zo'r zapchast qo'yib bersin. Hidi chiqmasin, garantiyasi ham bo'lsin. Yana arzon ham bo'lsin deydigan yaqinlaring bormi? Tashlab qo'yinglar shu videoni. Hozir men sizlarga shunaqangi zapchastlar bilan cho'ntak bor narxda propan ustanovkani ko'rsataman. Xo'p, blok управленияsi Stack Connex Plus, ya'ni Polshaniki. Diqqat qilinglar. Rail 2 ohmlik скоростной injektor. Bu ham Italiyaniki. Качество вообще. Xullas, Nordic original reduktor, Italiyaniki, 186 kuchi. Buni yana bitta qiziq joyi, mana ko'rinyaptimi? Chiqarilgan yiligacha yozib qo'ygan. Mana bu yerda QR kodi bo'ladi. Screenshot qilinsa, tilam chalkashib ketdi. Mana shu qayerda ishlab chiqarilganini ko'rsatadi. Xo'p. Kachestvoni ko'rdilaring. Mana shlenlari Fagomit, original shlen, kauchuk, filtr одноразовый. O'zini original map datchigi, map sensor. Bu uncha-munchaga kuymaydi. Ishga o'zingizga bitta baho berasizlar. Joylashuviga qo'limizdan kelgancha akkuratni qilib, chiroyli qilib yig'ishga harakat qildik. Baho sizlardan. Xo'p, bu Connex miyani sizlar bilmagan bir ikkita afzal tomonini va foydalarini gapirib o'taman. Bu miyada smes adaptivniy nastroykasi bor, ya'ni smesni o'zi adaptatsiya qiladi. Ya'ni yurib ketib turgan paytingizda gaz kam yoki ko'p kela turganini ko'rib turadi va o'shanga qarab nastroyka qiladi. Har safar ustaga borib, ustaga nima qilib qoldi mashinam, yaxshi yurmayapti, siltayapti degan narsa bo'lmaydi. Cheki yonmaydi, siltamaydi. Men akamga aytdim, aka 200 ga chiqarishni iloji bormi dedim. Chiqaring, agar siltasa tekinga qo'yib beraman dedim. Sizlarning ichingizda shunaqangi do'xvagon tanishlaring bormi? Shularga jo'natinglar. Kelib, bemalol gapimiz rostmi yolg'onmi tekshirib ko'rishlari mumkin. Shu komplektimiz narx qiziq bo'lsa, kommentariyaga plyus belgisini qoldiring. Men o'zim sizga direktdan javob beraman. Salomat bo'linglar. Ustonam sizlar uchun ochiq.